Salom azizlar, sizlar bilan uchrashganimdan xursandman. Bugun Xudo xohlasa barakali va omadli chiroyli ochirim qilamiz degan umiddaman. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim hammamizga barakali va chiroyli ochirim bo'lishini so'rab, avvalo Alloh banda sabab. Men podpischilarim va like bosganlar niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim, podpischilarim niyatini oldim, energiyasini oldim. Bismillah. Gulli ochirimimiz. Bizga bugun kartalarimiz nima deydi? Nimalarda yashayapmiz bugun? Nimalar bo'lyapti bugun biz uchun ochirimimiz? Xo'p. Juda ham charchaganmiz. O'ta darajada charchaganimizni aytyapti kartalarimiz. Charchoqlar, holsizliklar, juda ham hali mehnat qilib charchaganimizni gapirib o'tyapti kartalarimiz. Va yana aytyapti kechalari haligi uyqusiz tunlar o'tkazayotganlarimiz, yomon tushlar ko'rayotganimiz, alg'od-alg'od tushlarni ko'rayotganimiz va yana kechalari bilan hali uyqularimizni qochganlari, kechalari uyqumiz qochib ketyapti, nimalarnidir o'ylaymiz, nimalarimiz bor, problemalarimiz bor, balkim shularni yechish haqida o'ylarimiz bo'lishi mumkin. Shunaqa bir notinch kechalar o'tyapti deb aytyapti va o'zimizdan o'zimiz qochayotganimizni aytyapti. Nima sababdan qochyapmiz buni endi avvalo Alloh bilguvchi. O'zimizdan o'zimiz qochyapmiz, o'zimizni anglashni xohlamayapmiz. Nimalarnidir qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimizni qilgimiz kelmayapti, kimnidir ro'parasidan chiqqimiz kelmayapti, qanaqadir bir problemamiz borki bu narsadan ro'paraga chiqqimiz kelmasdan o'zimizdan o'zimiz qochganimizni aytyapti va yana qanaqadir ish qilmoqchi bo'lganmiz. Buni hali tentaylarcha ishni boshlaymiz deganimiz, nima ish qilamiz deganmiz, balkim ishdadir, balkim hayotdadir, qanaqadir ishni boshlayotganimiz, albatta xayrli bo'lsin. Buni Allohga tavakkal qilib boshlayotganimiz va qo'llarimizga pullarni kelishi ikki tomonlama Xudo xohlasa qo'llarimizga albatta pullar keladi deb aytyapti kartalarimiz. Xudo xohlasa hammamiz uchun xayrli va barakatli bo'lsin. Yana chiroyli ochirimlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa 10 kunlik ochirim qilamiz. Allohim nasib qilib qolsa yaxshi kunda tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Hammalaringlarga omad